Sharq Turkistondagi kasbiy tarbiyalash markazi nomidagi turmalarda yana bir Uyg'ur sarqili hayotidan ayrildi. Dаңlıq Uyg'ur korxonchi va tadqiqotchi Amina shirkatining qurg'uvchisi professor Amina Ablumitning 2 noyabr juma kuni uzundan buyon tutib turilayotgan jazo lagerida vafot bo'lganligi o'ttirg'i chiqdi. Uning jasadining oilasiga berilganligi ma'lum. Xitoy kommunistlarining 2018-yil 3-fasldagi iqtisod eshishi 6.15% bo'lgan bo'lib, bu yilgi eng tuvan holatni shakllantirgan. Yaqinqi yillardan buyon garchi davlat har xil tadbirlarni elayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy iqtisodining ish sur'ati bag'ansir tuvanlamoqda va tashqi qarz shiddat bilan oshmoqda. Xitoyning yillik iqtisod eshish qiymati 12 trillion dollar bo'lib, jami tashqi qarz 30 trillionga yetgan. Bu vaziyat mablag' sog'uvchilarda Xitoy iqtisodi va qarzi haqida takror shubha paydo qilmoqda. Qozog'istonda o'tkazilgan mustaqil davlatlar gavdasi boshliqlar yig'inida a'zo davlatlar yadro va uran voqeasi yuz berganda hozirlik va voqeani tugatishda o'zaro yordamlashish temasida bir kelishim imzolandi. Yig'inda yana a'zo davlatlar orasidagi savdo, iqtisod, siyosat va odam kuchi qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari muzokara qilindi. Hakkerlar 81 ming kishining Facebook uchurlarini sotadiganligini e'lon qildi. Qo'llarida 120 million Facebook abonentining uchurlari borligini e'lon qilgan hakkerlar 81 ming hisobining boshqalar bilan yezishgan uchurlarini e'lon qildi. Hakkerlar bu uchurlarga xatarlik izlash motori guruhlari orqali erishgan bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Facebook texnik ko'p hisobning ta'siriga uchirishidan saqlanish uchun tadbir e'lonlanganligi bildirildi. Misrning Minya shahrida xristianlarni bir cherkovga elib ketayotgan avtobus qurolliq hujumga uchrab, og'ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Hujum natijasida 7 kishi hayotidan ayrildi, 14 kishi yaralanib doktorxonalarga oldirildi. Hujumni hozirgacha bir tashkilot ustiga olmadi. 2017-yilda mushuningga o'xshash bir voqea yuz bergan edi.